Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana navbatdagi stanogimiz ham chiqib ketyapti. Qo'qondagi voha bittakka kelganmiz aka, stanoglarimizni berib yuborish uchun. Hop, matag'lar. Bu uchini lopatkalar uchun ishlaydi bu. Uchini qoziqqa o'xshatib bu tomonni ushlaydigan joyini dumaloqlab beradi. Bu tomonlari. Mana bunisi flanslari bo'ladi. Stanogimiz 3 xil razmerda detal chiqarib beradi. 40 mm, 35 mm va 30 mm. Yana qo'shimcha nasatkalar kerak bo'lsa, bemalol bunaqa narsani yasab, o'zingiz moslab qo'yib olsangiz bo'ladi. Luboy toker qilib beraveradi bu narsalarni. Bu avtomatlarimiz oldiga orqaga hammasi joyida, xudo xolisa.